Undan keyin ham chet elga qanchadir vaqt chiqolmas ekan-ku, ketolmas ekan. Ochiqda yuribdi deyishadi. Ochiqda yuribdi deyishadi, lekin endi anunaqa emas-da, zonada emas-da. Tushundingiz? Yo'q, bildi, bu ochiqda, короче, kolonnami, polni ochiqda yuribdi, ishlab zavodlarga chiqib bozorlarda yuribdi deyishadi. Da, shunaqa. Faqat telefon ishlatish mumkin emas, internet tarmog'idan foydalanish mumkin emas. Shunaqa. Kalonkada ekan-da, nasib bo'lmasa. Da, shunaqa. Sherxon aka ham kalonkada. Ikkalasi bitta joyda ekan. O'sha Jetrafar bilan gaplashganimda aytdi. Ha, gaplashganimda aytdi, Sherxon ham dedi, yonimda dedi. Bitta joyda ekan. Ikkita TikTokerlar nima qilayotganmiz? Bilmayman. Sherxon ham ichganda gapirib yuborganda yomon odam emas. Endi o'shada ichib olib gapiryapti. Mana shu Rembo ham shu tilini orqasida men ichmagan payti yaxshi. Alarmatib qalaysiz, to'g'ri. To'g'rimisiz? Ichmagan payti yaxshi. Ichgan payti bu endi shunday desam, ichiga jin kirib olgan ekan. Men ko'rgan paytim bildim. Ana qorini ichida jini bor ekan, katta jini bor ekan. Shuni turgan payt. Ana shu bilan real hayotda uchrashdingiz. Qanaqa shu real hayotda? Real hayotda yo'q, jim, og'ir bosiqda o'zimiz bir xil payt bir podkast tutayotganda deb o'zini ichidan bir nima uyg'onib qolayotgan. Chunki qolayotgan ichida jinnimi nimasidir bor, shaytoni bor ekan, juda katta. Ichida katta shaytoni bor ekan. O'sha morgda odam yoqqan-ku. Ha, o'shan ta'sir tekkan deysizmi? O'sha morgda odam yoqqan deydi. Короче, bir kunda deydi 30 ta odam yo'qaydim deydi. Odam deydi, o'ligin deydi, 30 ta 40 ta deydi. Yo'qaydim. Bo'lmadi deganda 20 ta odam yo'qaydim deydi. Yo'q. U shunday yashagan, tushundingmi? U короче bunday bo'lganda, morgga kirish uchun qo'rqgan odam, men o'ligini ko'rsang ham qo'rqasanmi? Polni ichib kayf bo'lib qolib, karitcha nima bor? Ichkich, nima deyiladi nom? Anunaqa deydi, nima soju? Pojikmi o'shani ichib, soju. Kayf bo'lib qolib, borib morgda odamni yoqib, yana ichib, yerdan chiqib, yana ichib, короче 24 soat kurugli suv tushga ichib, ana shunaqa bo'lib qolgan, tushundingmi? U borku, Koreyada keyin ko'chada ko'p yura olmas edi. Faqat anunaqa o'zgartirib yurardi, lokatsiya o'zgartirib yurardi. Keyin uni ketidan kimlardir quvardi ya. Unday davlatlarni, qiz onani, dinni, prezidentni so'kkandan keyin odamlar qo'ymaydi uni. Keyin uni ketidan kimlardir quvardi ya. Faqat